Hörmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. 1990 yılı 5 fevral günü Xitayning irqiy qirg'inchiligi, mustamlikasi va ishg'oliyatiga qarshi portlagan Barin inqilobi garchi tajovuzchi Xitoy tarafidan echinishliq turda bostirilgan bo'lsa-mu, bugungi kungacha davomlashayotgan mustaqillik ko'rishimizga ilhom berdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati, Sharq Turkiston surgundi parlamenti, Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakati, Sharq Turkiston milliy fondi Barin qatliamining 35 yilligini xotirlash munosabati bilan 2025 yili 5 aprel kuni tushdan keyin soat 1 dan 3 gacha Amerikaning poytaxti Washingtondagi Oq saroyning oldida namoyish o'tkazishni qaror qildi. Namoyishda Amerika boshliq barliq davlatlardan Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishni, Xitoyni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatidan javobgarlikka tortishni talab qilindi. Shundaqla Sharq Turkistonning mustaqilligini, xalqimizning o'rligini qo'lga keltirish ko'rishiga yordam qilishga chaqiriq qilinadi. Sharq Turkistonlik qarindoshlarning qo'llariga bayroq va lozunkalarni olib namoyishga qatnashishi, shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarning o'zlari turishliq davlatlarda namoyish qilishi talab qilinadi. Saxtapaz Xitoyning hatto tashqi munosabatlarda saxtapazlikka oshkorlanib qolsa-mu, yanada nomus qilmagan. Yaponiya vaqti xabar to'rining 24 mart kunidagi xabariga qaraganda, Yaponiyaning yuqori darajalik bir amaldorining aytishicha, Yaponiya bosh ministri Shigoro Ishiba bilan Xitoyning yuqori darajalik diplomati Wang Yi o'rtasidagi uchrashishni tasvirlagan bayonotning bir qismini chiqarib etish talab qilingan. Wang hafta oxirida Yaponiya bilan iqtisodiy suhbat olib borgan bo'lib, bu vaqtdagi bayonotida Yaponiya Jungo tarafning ahvollariga nisbatan ifodasiga hurmat qiladi degan. Amaliyotda Yaponiya tashqi ishlar ministrligining so'ziga qaraganda, Ishiba azaldan bu so'zni qilmagan ekan. Xitoyning bayonotida Ishibaning ehtirom bilan qilgan bayonoti burmalangan. Wangning Yaponiya tarixiy masalalar va Tayvan masalasidagi muhim siyosiy va'dalarni astoydil ado qilish kerak degan bayonlari yer olgan. Bu talablar Yaponiya Xitoy diplomatiyasining asosi bo'lgan 4 hujjatga amal qilish va ularning munosabatining qonuniy asosini qo'g'dashni o'z ichiga oladi ekan. Bu Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi yirikchilikning kuchayishiga va buningdan keyingi nachar vaziyatga qarata Yaponiyaning qandaq tadbir olish kerakligini o'ylashayotgan sharoitda rayonda ortgan jiddiy vaziyatga to'g'ri kelgan. Yaponiya doim Amerika bilan bo'lgan bexatarlik ittifoqi va Xitoyning eng chong savdo hamrohi bo'lishdek ikki taraf orasida siqilib qoladi ekan. Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi asosli talash tortish nuqtasi Tayvan masalasida qandaq yo'l tutishdan iborat ekan. Yaponiyaning bosh kabinet katibi Yoshimasa Hayashi dushanba kunidagi qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida biz xato bayonlarni chiqarib o'tishni talab qildik. Xitoyning noto'g'ri bayonot e'lon qilishi kishini afsuslantirdi degan. Hayashining bu so'zi Tayvanning Yaponiyaning sobiq mudofaa boshlig'ini kabinet maslahatchisi qilib tayinlaganligi to'g'risidagi xabardan bir necha kun o'tgandan keyin Yaponiya va Xitoyning Tayvandagi o'xshamagan maydoniga bo'lgan diqqatini qaytadan qo'zg'agan. Yaponiyaning Tayvan bilan quyuq munosabati bor bo'lib, o'z-o'ziga xo'ja bo'lgan oroldagi hozirgi holatning o'zgarishiga qat'iy qarshi turdi. Wang shanba kuni yaponiyalik mansabdoshi Takeshi Iwaya bilan ko'rishib, ikki Osiyo katibishi o'rtasidagi ixtilof masalasida ikki taraflik suhbatlashgan. Yaponiya diplomatiya ministrligi e'lon qilgan bayonotda Iwaya Tayvan bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatni tinch hal qilishni talab qildi va Yaponiyaning Wang bilan bo'lgan suhbatda hozirgi holatni o'zgartirish orqali har qanday urinishga qarshi turadiganligini qayta ta'kidlaydi deyilgan. Angliya Emgakchilar partiyasi o'tirg'a qo'ygan bosh topshiruvchilarning pulini qul emgaki orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olishga ishlatishni to'xtatishni maqsad qilgan tadbirlarni to'smoqchi bo'lgan. Mail Online xabar to'rining 25 mart kunidagi xabariga qaraganda, Lordlar ta'minlash zanjiridagi zamonaviy qulluqning ishonchlik isboti bor shirkatdan mahsulot sotib olishga ishlatiladigan ommaviy mablag'ning qo'llanilishini to'smoqchi bo'lgan. Hökumət tushdan keyin Emgakchilar parlament a'zolarini Avam palatasining Angliya energiya qonun loyihasiga tuzatish kirgizishini bekor qilishga majburlagan. Energiya ministri Ed Miliband Angliyaning 180 million funt sterlinglik maktab va doktorxona turiga setib olgan bir qism quyosh energiyalik batareya taxtasining Xitoydan kelganligini e'tirof qilgan. Bu davlat yer shari quyosh energiyasi batareyasining 80%ga mas'ul bo'lib, atalmish Shinjongda ishlab chiqarilgan polisilikonning 40%ga tayinadi ekan. Mag'firat kunlaridagi nida Orhan Muhammad. Taqdirimiz qil ustida, nijotlikqa erishishga tashnamiz. G'aflatdimiz, uyg'onishga majburmiz. Asoratdimiz, hur bo'lishga muhtojmiz. Darlarki, bu oyning ibtidosi rahmat,
o'ttirsa mag'firat, intihosi nijot. Darhaqiqat, bu ay hurmati bilan yaratquchidan rahmat so'radik. Ajaba rahmatga noil bo'lishga arzidiqmi? Mag'firat kutyapmiz. Ajaba mag'firatga yuzimiz bormi? Rahmeti cheksiz Allohga hamd bo'lsinki, bizni rahmat ayiga yetkazdi. Uning uchun tutiladigan Ramazon ro'zasiga muyassar qildi. Shukrona aytish bilan birlikda rahmatga sazovor biror amal qilolmayotganimizdan mag'firat tilaymiz. Darvaqa Tangriga ifodalanadigan eng cho'ng samimiyat kishining o'z chegarasini, bandalik hududini bilishidir. Chegara va hududni bilishning muqaddimasi bo'lsa, insonning o'zini bilishidan, Rabbini tonishidan va Rabbining kamolati oldida benoqson emasligini tan olishidan boshlanadi. Kamolatsiz turib benoqsonlikni da'vo qilishdan ortiq samimiyatsizlik bo'lsinmi? İnsan barki xatolikdan xoli bo'lolmaydi. Xatolashquchi inson barki gunohdan saqlanolmaydi. İnsanning bu xil saqlanolmaslik tabiatini bilguchi zot uningga rahmatini ko'rsatdi. Buningga shuni nuqsoni tabiati bilan o'ziga yaqinlashish, o'zi bilan munosabat o'rnatish fursati ato qildi. Bu vajidan har bir inson o'z yaratquchisi bilan ayrim-ayrim munosabat qura oladi. Dardini to'ka oladi, o'zini atay oladi, beg'ishlay oladi, o'ziga kuch ola oladi. İstiğfar aytish, mag'firatga tutunish bandalikning tipik alomati. Shundaqla bandalik shuurini tirik tutishning muhim yo'li. O'ziga samimiy bo'lishning, bu samimiylik bilan Tangriga yuzlanishning vositasi. So'rabdilarki, dunyoning do'zaxi nima? Javob shuki, vatan hijroni. So'rabdiki, azobi-chu? Javobi shuki, judolik. Shundoq, ikkinchi bir tangtushi bo'lmagan ibodatning mavsumi bo'lgan bu muborak oyda tilashga, mag'firat so'rashga qatri chog'liq Tangri oldida yuzimiz bor deyilsa, ana shu qatra balkim ustimizdagi judolik siniqi bo'lishi mumkin. Shundaqla millat sifatida Rabbim Alloh deganligi tufayli haydab chiqarilgan qavm bo'lganligimiz bo'lishi mumkin. Xatoliklarimiz ko'p, gunohlarimiz oz emas. Shundaqmi biz insonmiz. Rahmatdan, mag'firatdan noumid emasmiz. Bo'libmi biz judolik siniqini boshdan kechirayotgan bandalar bo'lish sifatimiz bilan Rabbimizdan har vaqt umidvormiz. Uningga iltijo qilamiz. Uning fazli marhamatiga noil bo'lishni so'raymiz. Ojizliklarimizni ta'minlash bilan birga yana shuni samimiyat bilan so'raymizki, bizga dunyoning do'zaxini yashayotgan tajovuzchi zolimlar va ularning quyruqlari biz tortayotgan azobga tangtish kelmagidek qattiq azob bilan vabolini tortqay. Tangrining qahri va adolati tajovuzchi dushman ustida patroq tajalli bo'lg'ay. Naloyiq bo'lsaqmi ustimizga bu hijron azobi patroq daf'i bo'lg'ay. Arzimasakmi bu judolik to'siqlari tezroq ko'tarilib ketgay. O'z ana tuproqlarimizda takbir sadolari ichida Tangrining vatan in'omi uchun shukrona aytish, shukr sajdasi qilish, shukr ro'zasi tutish nisb bo'lg'ay. Ana vatan qudrat topgan, Tangri kalimasi ustun bo'lgan hur vatanda abo ajdod meroslarini yangidan ihyo qilish, parlaq kelgusi yaratish bu millatga takror nisb bo'lg'ay. 2025 yılı 3. ayının 18. günü. Kelar qitimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.